Hujayrani harakatlanishi, hujayraning ichki organlarini harakatlanishi. Xo'p, bu kichkinagina ma'lumot, og'zaki tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, hujayrani ichki tuzilishini, ichki harakatlarini o'rganishda elodeya o'simligidan foydalanamiz. Elodeya o'simligi suv o'ti hisoblanib, uni mikroskopdagi suv tomchisiga qo'yganimizda suv o'ti bo'lganligi uchun uning hujayrasidagi sitoplazma doimo harakatda bo'ladi. Va plyus tarafi elodeya o'simligining bargini bir qavat hujayralardan iborat va shaffof bo'ladi. Shuning uchun uni hujayrasini kuzatish juda oson. Sitoplazma doimo bir tomonlama harakatlanadi. Buni sababi o'sha hujayrani turli xil joylaridagi joylashgan ozuqalar va kislorodni shular tarafga harakatlanadi va shuni sababidan hujayra tashqaridagi moddalarni ichkariga kirgizib va ularni qayta ishlab organizm uchun kerakli moddalarni ishlab chiqaradi. Xo'p, hamma hujayra ham ma'lum yoshga yetgandan keyin bo'linadi. Avvalo yosh hujayra yosh kattalashgani sari ularning qobig'i qalinlashib boradi va qari hujayralarda sitoplazmaga qaraganda vakuol ko'proq joy egallaydi. Xo'p, hujayralarni bo'linishida avvalo yadro teng ikkiga bo'linadi va maxsus parda bilan ular qoplanadi. Va xuddi shu jarayonda sitoplazma ham teng ikkidan bo'linib, plastidalar ham teng ikki tarafga bo'linadi. Va ona hujayra 2 yosh hujayraga bo'lingandan keyin har bir yosh hujayra o'zidagi ozuq moddalar orqali oziqlanadi. Xo'p, va ular ham yoshiga yetib ona hujayraga aylangandan keyin ular ham ikkiga bo'linib o'zining vazifasini bajaradi.